Assalomu alaykum. Bizni Instagramda kuzatib borayotgan qadrli kuzatuvchilarimiz, navbatdagi zakazlarimiz tayyor bo'ldi. Bu klientimiz bizga 40 ta ekandoz, 6 ta katta ko'rpa, 6 ta yopinchiq to'shak zakaz berganlar. Kelin poshamizni Andijonga uzatyapmiz. Andijonda bilasizlar, juda ham ko'p qilinadi qizlar. Bitta hozir Turkiyalari 8 ta, 10 ta kvadrat yostiqlari bilan tashqariga hozir baxmallarni yig'ib qo'ydim. Baxmallarni ham sizlarga obzorlarni qilib beraman. Mana qizlar baxmalayotgan dozlari ham Laylo gulli baxmalimizdan 10 ta bo'ldi. Bu mayda gulli baxmalimizdan 10 ta bo'ldi. Yostiqlari ham 10 tadan bo'ldi. Jami 40 ta yostiq. Hozir 2 xil turkiyalari 6 tadan bo'lgani uchun takloda chiroyli turmaydi, yig'madik. Ko'rpalarni ham yig'madik, chunki uyimiz to'la ish qizlar. Joy ham yetmayapti yig'ib obzor qilishga. Qirg'og'iga mana shunaqa kantlarni qo'yib, chiroyli qilib baxmallarimizni ham go'zal qilib bitqizib qo'ydik. Qovuqlari doimgidek 8 qator 7 kilo 300 dan paxta tushdi. Kimga shunaqa xizmatlar zarur bo'lsa, qizlar bemalol bizga murojaat qilishlari mumkin. 12 ta viloyat bo'ylab dastavkalarimiz mavjud. Bizni kuzatishda davom etinglar qizlar, yangiliklarimiz obzorlarini qilib beramiz.